Uchar Universitet. Abdori Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Takilmakan Uyghur Neşriyatı. Bir ma'rif to'lqini mana mushunda qo'zg'atildi. İnsan dötligining kuchini hargizmi kichik sanamanglar. Robert Heinlein. G'arblik do'stlarining qo'li orqali Sovetlar ittifoqiga hadiya qilingandan keyin Polsha yana bir qatim Rossiya markazlik sistemlik madaniyat qatlamiga duch keldi. Kommunistik tuzum ostida ma'rifning barliq bosqichlari rasmiy ideologiyaning bir tashviqot ziminiga aylandi. Bu ish dastlabida bir ma'rif safarbarligi siyoqida edi. Urushdan keyingi Polshada savodsizlar soni millionlarga yetgan edi. Savodsizlikni tugitib, yuqori saviyalik ma'rifning keng xalq ommasiga yeyilish uchun umumyuzlik safarbarlik qo'zg'atildi. Hokimiyatning bu safarbarlikdan kutayotgan asosiy g'arzi to'liq farqli edi. 19-asrning oxirida Polsha jamiyatida yiltiz tortishga boshlagan organik xizmat mustamlikachilikka unumli qarash turgan xalq orasida kuchlik nopuzga ega ziyoli qatlamini vujudga keltirgan edi. Bu qatlam Rossiya va Germanlarga o'xshash Sovetlarga nisbatan xatarlik bir qatlam edi. Hokimiyat yiroq kelgusida xalqni bu qatlamning nopuzidan qutuldirish uchun ma'rifni barliq qatlamlarga kengaytirish kerak deb o'ylaydi. Mushunda qilganda ilgirki chaqlarda tanlangan bir guruhning qo'lida bo'lib kelgan rasmiy vazifalar xalqning orasiga yeyilgan bo'ladi. Urushdan keyingi yillarda polshaliklar bu qadamni qizg'in qarshi oldi. Aslida bu yillar bir tarafdan yer bilan yakson bo'lib ketgan bir davlatning qaytadan qurilishi bilan o'tmoqda edi. Shunga dastlabda ishning qayerga bordiganligiga bak diqqat qilib ketadiganlar chiqmadi yoki chiqqan bo'lsa-mu, ijtimoiy sohada buning degandek kuchli ta'siri bo'lmadi. Lekin Sovet markaziy hukumatı bu yillarni bekor o'tkazmayotdi. Bir tarafdan Polsha tarixini markazimcha nuqta nazar bo'yicha qaytadan yozib chiqqan bo'lsa, yana bir tarafdan rus tili va Stalin ta'limotlariga o'xshash polshaliklar qat'iy yaxshi ko'rmaydigan narsalarni ma'rif safarbarligi nomi ostida Polsha xalqiga umumyuzlik tashviq qilmoqda edi. Qisqasi, davlatning ma'rif sistemasida yana bir tug'ilish e'lon qilinmoqda edi. Xalqning bu ma'rif sistemasiga qarta yillar bo'yicha yig'ilgan noroziligi 1953-yili Stalinning o'limi bilan boshlangan muzlarning erishi mezgilida ro'shan gavdalandi va 1956-yili Stalinizmga qarshi keng ko'lamli namoyishlarga aylandi. Hukumat bu noroziliklar oldida bir qator islohotlarni elib berishga majbur bo'ldi. Bu jarayonda diniy ma'rif ota-onalarning istigiga bog'liq holatda qaytadan boshlandi. Ammo bu yaxshi kunlar yana uzoqqa bormadi. 1961-yilga kelganda ma'rif sistemalarining taraqqiy qildirilishiga doir bir qonun bilan Stalin davridagi ma'rif qaytadan bosh ko'tardi. Kommunizmning yemirilishigacha davomlashgan bu qonun ma'rifga faqat davlatning bir funksiyasi deb aniqlama beriladi va xarakteri loyiq deb bekitilgan edi. Ma'rifning muddaosi bo'lsa ishchilarni sotsialistik davlat qurishga tayyorlashdan iborat edi. Bu maqsadga uyg'un holda ma'rif sistemasi sanoat uchun ishchilarni tayyorlaydi. Polsha Xalq Cumhuriyati fuqarolarga yarashadigan harakatlarni rivojlantiradi. Emgakchi sinfga doir qimmat qarashlarni har tarafga yeyib, emgakka va milliy qimmat qarashlarga hurmat qilishni singdiradi. Buning bilan birlikda davlatning kuchli nazorati ostida bo'lish sharti bilan diniy organlarmi maktablarni ocha oladi. Cherkov ayrim bir ma'rif to'ri shakllantira oladi. 1961-yildagi qattiq oldini olish tadbirlari orasida
Boshlang'ich ma'rifning 8 yilga chiqarilishimi bor edi. 1973-yili hokimiyat buni oz ko'rib, majburiy ma'rifni 10 yilga chiqarishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, unumga erishamadi. Nimli bo'lmasin davlat o'lchamlik puxra yetishtirish jihatda ishni fursatga tashlab qo'yishni xohlamaydi. Yosh nopus qatlamini kishilik xarakteri yetildigan mezgilda qo'ldan kelishicha o'z nishoniga loyiq shaklda shakllantirishga tirishadi. Universitetlarga kelsak, ularning umumyuzlik davlatning tizgini ostida edi va boshlang'ich va o'rta maktablarga o'xshash rasmiy ideologiyalar singdirilgan makonlarning rolini o'ynamoqda edi. Davlat akademik hayotga o'zi bilgancha aralasha oladi va har turli qarorlarni xohlagancha chiqara oladi. Barliq o'qituvchilar qo'shini davlat kadri edi va diktator bir davlatning kadrlariga yurgizilgan shartlar bilan vazifaga tayinlanadi va zo'ril tepilganda vazifasidan elib tashlanadi. Bir o'qituvchi bo'libmi bir universitet rahbari uchun akademik salohiyatdimi burun talab qilinadigan shart siyosiy qobiliyat edi. Yana kelib, davlatning har qaysi organlari tarafidan ko'rsatiladigan va chekit qo'yib qo'yilganlar faqat o'qituvchilardan iborat emas edi. O'quvchilarmi siyosiy qarashlarga asosan izchil nazorat qilinadi. Amalliq tekshirish natijasida gumonliq chiqib qolgan yoshlar universitetga tizimlatilmaydi. Tizimlatgandan keyin chatoq fikrlarga ergashgan va rasmiy ideologiya ravo ko'rmaydigan faoliyatlarga ishtirok qilgan o'quvchilar bo'lsa, universitetda o'qishni davomlashtirolmaydi. Keyingi chog'larda o'quvchi, o'qituvchi va emgakchilar hamkorligi sohasida yillarcha davomlashgan namoyishlar va hukumat bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 1982-yili ijro qilinishga boshlagan oliy ma'rif qonuni bilan akademik erkinligiga bir oz maydon ochilgan bo'lsa-mu, bu huquqlar elinganda universitetlardagi o'qituvchilar allaqachon tizimiga elinib bo'lingan edi. Boshlang'ishdan universitetgacha bo'lgan ta'lim-tarbiyaning barliq bosqichlarida davlat diqqatini markazlashtirgan nuqtalarning biri tarix edi. Rasmiy ideologiya Polsha yoshlarini tartibga solish uchun tarixni yengvoshdan yezib chiqdi. Bu jarayonda ba'zi kishilar faqat yashamagandek, ba'zi voqealar faqatla yuz berib boqmagandek hisoblanib, tarixdan butunlay chiqarib tashlandi. Bir qism hodisalar, bo'libmi yaqin tarixga aloqador zo'r voqealar qandoq yuz bergan bo'lsa, shu pet emas, qandoq bo'lishi kerak bo'lsa, shundoq yezildi. Masalan, 1939-yillar orasida Polshada hukmron siyosiy kuch sifatida Kommunist partiya bor edi. Natsist ishg'oli asnosida millionlarcha polshalikni Germanlarga qarshi tashkillagan surgun hukumati, yer osti davlati, yer osti armiyasiga o'xshash organlar faqat bo'lib boqmagan, uning o'rniga Germanlarga qarshi faqat kommunistlarla urush qilgan edi. Albatta, Polshaning ozod qilg'uchisimi kommunistlar va ularning xo'jayini bo'lgan ruslardan boshqasi emas edi. Tarix bilan birlikda adabiyotmi boshdan tortibla rasmiy ideologiyaning qurbonlari orasiga kirdi. Polsha adabiyotining sarkizotlari bilan birga Ikkinchi dunyo urushidan keyin surgun qilingan yozuvchi shoirlarmi cheklimining ichida edi va ular faqatla yashamagan edi. Ularning asarlari o'qilmaydi, ismlari tilga ilinmaydi. Adabiyotning polshaliklarni birlashtiradigan va harakatga keltiradigan eng muhim kuch ekanligini davlat biladi va xalqni bu yolqindan imkoniyatning yetishicha yiroq tutishni xohlaydi. Nimishqidir butkul bu besimlar, cheklamalar va ideologiya singdirishlarning to'g'ri taxmin qilg'ili bo'lmagan ta'sirlarimi ko'rilgan va bu ta'sirlar vaqtning o'tishi bilan jug'ulinib, taqobil turg'ili bo'lmaydigan bir ijtimoiy norozilikqa aylangan edi. Hammadan avval chekit qo'yilgan, chetga qiqilgan o'qituvchi, o'quvchilar borgan sari ko'payib, kun sari kuchayotgan bir o'qituvchilar eqini shakllantirishga boshlagan edi.
davlat har bir puhrani chetga qoqqanda o'ziga bir dushman topgan bo'ladi. Rasmiy tarix bo'lsa, o'tir maktablardan tartibla o'quvchilarning masxara temasiga aylangan edi. Darslik kitoblarda yozilganlar va maktablarda o'rgatilgan har bir narsalar hech kimni ishondira olmaslik bilan qolmasdan, aksicha kishilarning to'g'risini o'rganish orzusini g'idiqlaydi. Vaqtning o'tishi bilan bu ahvol dehqonlar maktablaridan tortib universitetlargacha bo'lgan hamma yerda barliq o'quvchilarni ta'siri ostiga elib olgan bir xil tarix oshlig'iga aylandi. Bu masaladami davlat tashlagan har bir qadami tarqatmoqchi bo'lgan har bir yolg'ini bilan o'zini yalmaydigan bir o'tni ulg'aytgan bo'ladi. Bu ahvol qilcha farqsiz holda adabiyot sohasidami ko'rildi. Kishilar o'z orasidan yetishib chiqqan dunyoviy zotlari, milliy qahramonlarining o'z madaniyat meroslarining o'zlariga berilmasligiga g'azablanmoqda edi. Yana bir tarafdan bu g'azabga yondosh qiziqish omilimi bor edi. Bu tuyg'umi vaqtning o'tishi bilan qanoatni bilmaydigan bir xil tashnalikqa aylandi. Shu nuqtaga berib yetdiki, 1980-yilning avgust oyida Lenin kemsozlik zavodiga to'plangan ishchilar Metskovishning 150 yil burungi she'rlarini anglab yig'ildi. Rasmiy ideologiya bu yerdami mag'lub bo'ldi. Adabiyot san'atdan eng yiroq deb qaralgan qatlamlardami tili intayin eg'ir adabiy tekstlarni tushunish, badiiyliklarni anqirish ishtiyoqini uyg'otdi. Yuqoridagilarning natijasida xalq orasida barg'ansari umlashayotgan talablar tarix va adabiyotni markaz qilgan kitob talabini vujudga chiqardi. Polshaliklar qonunsiz nashriyotchilik masalasida allaqachon kasblashgan Gestapo yoki kommunistik partiya josuslarining burnining ostidalar hech kimga to'ydirmasdan matbaalarni ishlatgudak mahoratga ega bo'lgan. Bu jarayonda mashq qo'yinlari bilan tozaliq ishlarida ishlatiladigan moddalarni aralashtirib, siyoh ishlab chiqarishchi bo'lgan nihoyatda ko'p narsalarni ijod qilgan bir millat edik. Yer ostidagi bosimxonlar yana rolini joriy qildirishga boshladi va o'z tarixi va madaniyatiga tashna bir millatning ussizligini qondirishga tirishdi. Lekin talab shunchalik kuchli ediki, ba'zida nihoyatda ko'p tirajliq asarlarmi bir qancha soat ichida tugab ketadi. Davlat mushundoq qilish orqali faqat xohlamasimi umumyuzlik ma'rif safarbarligining piltisiga o't yoqqan bo'ladi. Qadrli do'stlar, qimmatli vaqtingizni ajratib, bu ovozli asarni tingshig'inglar uchun chin yuragimdan rahmat aytaman. Keyingi qatimda men Uchar universitetining kuch manbalari degan bobni huzuringizga sunaman. Hammanglarning hat oxiri ko'nglik o'tgay. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyin qatim ko'rishgacha xushyoq bo'linglar.